Ko'rayotganinglar Şinjan Dilkan Xalqaro savdo cheklik şirkati tajdorligini olgan Ota Arzusi filmi. Bu filmni Şinjan Nazifa oshxona yurishliklari alohida talab qilgan. Bu filmni mo'tabar shirkati ishlab chiqargan Ochil Chash yuyi suyuqligi va Gulim ayollar tozaliq qog'ozi alohida qo'llagan. Men Dilkan Xalqaro savdo cheklik shirkati tajdorligini olgan Ota Arzusi filmidagi Po'lat direktor. Dilkan sizlarga nima tayyorlagandi? O zodi nimidi? O zodi nima tayyorlagandi? Diqqatingiz ekranda bo'lsin. Qaram, men sizga nima keldim? Nimandaq odamni xush qilgansa? Xushal bo'lish bilan bir vaqtda ahamiyatni bilish kerak. Qandoq deysan? Qaram. Nazifa markasdagi qochqichilar azam emasdi. Sog'lomlikning muhim narsani bilmadi. Shunga sog'lom va ishonchli bo'lgan Nazifa mahsulotlarini to'yingizga sovg'a qildim. Rahmat dada. Nazifa qochqichilari. Yaqinlaringizga sog'lomlik sovg'a qiling. Ular xushal bo'lsin. Ham sog'lom bo'lsin. Ümit ishonch bilan bosgan qadamlarim utuq manziliga yo'l ochgan edi. Barkatli qadamlarimda men organ miyi ishlatilgan Ochil chash so'pini o'zimga hamroh qildim. Ochil jismimda ishonch nuri ichildirulsi. Ochil chash asrashdagi yaxshi hamrohingiz. Ochil organ miyi chash so'pillari. Degina, ishimizni ota-aytamay chaqirib ketgansan. Nimga bombatdi? Farizat. Yaxshimi sizlar? Ha, menga yaxshimi? Yaxshi. Ha. Degina nimga bomba? Sizlar obdan bilasizlar. Hozir uyning kayfiyati toza yaxshi emas. Shuning uchun bir yaxshiroq paranjaylik degandim. Bu masalani hal qilishning birdan-bir usuli Jasur degan ining bog'i opamdan kechirim so'rsin. Biz 300 ming beraylik. Agar biz 3 qarindosh mirosga erishsak, 3 qarindosh har birimiz 100 mingdan chiqarib hammomga berishni qaror qildik. Qanday qaraysa Farizat? Nim dedim? Sizlar mushtum o'ylish bo'ldinglarmi? Albatta. Hammom bilan karimiz o'miz bo'lamda. Sizlar uning ustiga hammomni o'ylashimiz kerak. O'zing bilsa, hammomning mijoz ashundaq tursa, biz mu qasdan qilmadik. Odamning ochiq kelganda nimlarni demaytaysan? O'g'ishim. Ras. Shuningcha Farizat, hammomga yaxshiroq nasihat qilib qo'ying. Qanday? Men yaxshi nasihat qilma opamga. Lekin shu Jasurni bek oshiribdi. Opam cho'qira qiyilib qolgan o'xshaydi. Ochiq gaz osonlik yonmaydigan bo'lib qoldi. Ha, shu. Mo'minga? Hammom sizga bekamroq, gapingizni bekilik oladi. Shuning uchun hammomga yaxshiroq nasihat qilib qo'ying. Nasihat qildi. Ma'qul, chataq yo'q. Unda o'schu, ishinglar yaxshi hamkorlashib, hammomga nasihat qilib qo'yinglar. Jumi? Nima? Nasihat qilamiz. Sizlar Qarashib keldi. Rahmat. Shunaq qilib qanday bo'ldi? Shu hammomni qayil qilib, uchisining har birisi 100 ming yuan pul berdigan bo'ldi. Bu aqlni kim o'ylab topdi? Albatta men. Pa, mening qizim qaltisqo. Faqat mening qizim. Aqlini jarishibdi. Opa, men o'tib o'rganishdek joylarim ko'pchimi? Sizlar nimani deyishib, nimani planlayapsizlar? Men nim plan qildim-a? Qizim. Chiqib turaman. Mama, biroz oldimi? Hey. Emdilik sen Xudolarning yeri ko'zing tikdingmi? Nim da'vatsiz Naman. Qarang. Shunda obdan ya'ni oddiy bir do'kon qilsa, bu boylikni isrof qilganlik bo'lmamdi. Shuning uchun men Jasurga pul tepishning yo'lini ko'zda qo'ydim. Qizimizni o'ylab, Jasurni shunday qildim. Xato qildim-mi? Hey, aqlga muvofiq ish qilsang bo'lmamdi. Ballarimizni o'ylabmish. Sening ko'zing to'ymamda? Nim bo'ldi, men nima ish qildim?
Şu kızımızın deb, cesur deb şunday qildim. Cesur ne deb? Ben seni bilmem deme. Senin közün kudularının yeri düşüpla, özünü bilmey kaldım. Bu nima deganingiz? Men ochdan och ko'zmi? Mening demak shunchalik qilayotganligimni siz rostini bilmadingizmi? Agar bolalarimiz xotirjam bo'lsin desang, qudularning ishlariga aralashma. Unda qilsang, bolalarning baxtiga sen o'tirib qo'ysan. Ish qilib o'zim bilib birish qildim. Nima? Men seni aralashma dedim, aralashma. Voy, nimda vaqiraysiz? Qulqim og'rib ketdi mening. Yaxshimisiz? Cho'chityaptimi? Ha, yo'q, hech qisi yo'q. Birsini izlamsiz? Siz xislat mudir bo'lsiz-ku deymi? Men shu. Men sizni izlab kelgan. Meni? Rahmat. Kesh o'g'anda sizni avar qildim, ha? Hech qisi yo'q. Men shu ismini qo'shib ishlatdim. Amsa, men gapni aytmay o'dil daveray. Davra. Mening sizlar dadanglarning mirosidan voz kechinglar. Nima? 5 a'zoyi saq. Yap-yosh 3 farzand. O'ziga tayinib turmush kechirayotgan bechar dadning uyini talassanglar. Har qaysi nuqtadan aytganda bu tas to'g'ri emas-ku deyman. Indavatsiz. Agar sizlarning sirtlarda bunday gaplarni anglag'inglar bo'lsa, dadanglarning narsiga chiqilmay. Tinch yashang. Sizlar kim? Bu. Nimadan? Aldı bilan, men bir advokat. Undan keyin qolsa, dadangizning koni xaridori. Advokat? Dadam sizni advokatlik taklif qildimi? Agar shunday bo'lsa, bu chaqda qanday qilasiz? Ben advokat. Nima desem şimdi deb o'ylab qolgan o'xshamamsiz advokat efendim. Xislatmadim. Men sizga yolg'on gap qilmadim. Men siz bilan dadingiz to'g'rilib qaramoqchiman. Dadamni tilga olishib olmang. Dadamning oq ko'ngligidan foydalanib, maqsadlik oldi yiqilishib, uningdan foydalanmoqchi bo'lmang. Nimish bo'lishidan qat'iy nazar, bu bizning oilamizning ishi. Siz bilan hech qanday munosabati yo'q. Men sizdan bu yer paranglashishga mening vaqtim yo'q. Navbat gapingiz tugagan bo'lsa, men sizni uzib qo'yay advokat efendim. Qani, marhamat. Darvaqa arzim xato emaskan. Siz bilan fikrlashish haqiqatan taskin. Biz yana ko'rishimiz. Çocuk! Sizga gapim batdi. Dayan. That's not good enough. That's just a lack of concentration.
Qaysarqa. Sizlar tağamni uyini setib pul berishmoqchimi? Ya, unda şey yok. Dükkanın iyiydik huquqini. Akam verimiz şu. Hey! Olib to'smabsan. Voy ja. Birdan to'xtatib qo'yib turing. Voy, gipos qilaveringlar ana. Birdan to'xtatib qo'ying. Voy, gipos qilavering ama endi qizbatlayman bu. Hey! Nima ish qilyapsiz? Voy ja. Nima? Siz nim demoqchi Qaysar aka? Ikkisining nim farqi? Hey, dadam yashnab qoldi. Dadamni so'qmaqsiz o'tamaydi-da. Tağam ashtaq dedimi? Endi so'qmaq satmayman, duka ochmayman dedimi Qaysar aka? Dadam undaq demaydi ana. Lekin nima lekin Qaysar aka, nima lekin? Sizlar o'g'il bolalar bo'lgan odam dadik darmon bo'lmay miras qilishyotamsizlar. Unda gap yo'q. O'ylab boqmamsiz. O'tgan qadim dadamdan biri qayrilib ketgan vaqtda hamma shunday ansirdi. Shun o'ylashdik u do'konni salon qilib bersak, dadam o'yib beralaymiz. Undagi puldan bersak bo'lmadimi? Voy Qaysar aka, voy. Sizlar qo'l qo'ydimjimi? Tağamning bir umrlik qon terini bulab ketyapsizlar. Bu degan bir bulonchilik. Tuzlik gap qilgan ana, ha? Nima bulonchilik degan? Hey. Baribir ular hamon birga. Dadamni biz qolganda, shundami ya? Uning ustiga menga pul lozim bo'lsa, bunday gap qo'rqasiz, shuni men. Nima ish qilyapsiz? Qaysar aka, sizga totog'iz mo'yinmi, pulmi? Nima demoqchi? Bo'ldi, men sizga gap qilmadim Qaysar aka. Bak umidsizlandim. Alımka, keş olğanda kelib qapsiz. Qararınızı o'zgartgan o'xshamamsiz. Yo'q. Bunda asali o'zgarsam qandoq bo'ladi, ukam? Alımka, men ko'nglingizni tushunaman. Lekin bu arzingiz qandoq bo'lar? Lekin bir dadining o'z farzandlarining ustidan arz qilishini damalliqqa qabul qilmoq biroz tasrak. Hey Akbarjon. Yashab mush umrimga kelguncha men bolalarimga bir tal chiviqni ko'tarib boqman adam emas. Faqat ular qanday qilsa to'g'ri bo'lishini o'rgatgandim. Lekin memnuniyatni o'rgatmabdikan. Shunga men hozir ularning oldida o'zimning qanchalik bir arzimas dod ekanligimni qaytadan to'nib qelyapman. Mana hozir ular cho'ng bo'ldi qarang. Qatoq qo'shildi. Aksincha men pulus uchib ketgandek holga tushib qoldim. Ichki bilikimning kuchim qolmadi. Şunu gerçi kechikkan bo'lsam, sizning yordamingizda ularga eng oxirgi bir soatlik darsimni o'tib qo'ysam, ya'ni mamnuniyat va mehr shafqatni o'tib qo'ysam. Albatta, bu mening bir orzuyim. Hem bu orzuyimning ularning umrdagi bir yaxshi sovg'at bo'lib qolishini umid qilaman. Sizning yordamingizda ularni bir sayqitib qo'ysam ekan deyman. Shunga menga cho'qim yordam qilsangiz. Alımka, sizga rostdan desam, bu diloda tutish mumkinchiligi ko'p emas. Agar rasmiy sud ichilsa, siz aniqli mag'lub bo'lasiz Alımka. Tutish tasdiq to'xtaydi. Sizni tunigan, bilgan, urug' tuqqanlaringizdan, xato tushungan odamlardan balkim azor yeyishingizmi mumkin Alımka. Siz mushloq bardoshlik bera olamsiz. Sizga mushloq nisbatan ideringizda tayyorlik bormi?
pushaymon qilmamsiz. O'ylab baxsam buningdan boshqa amalmi yo'q-ki afkam. Alimka, bu deloning uchish nisbati 1% kimi bo'lmaydi. Men bu deloni qabul qilsam, ma'qul Alimka. Sinab boqaylik. Agar sizning bolalaringizni cho'chitadigan niyatingiz bo'lsa, men kuchimning yetishicha sizga tirishib maslashib beray. Lekin Alimka, sizning yanimga obdanroq o'ylab beqishingizni umid qilaman. Rahmat uka. Bunda qilishimning toza to'g'ri emasligini bilaman. Ham mening da'voti o'tish niyatimmi yo'q. Shunday qilmasam bo'lmaydi uka. Xotirjam bo'ling aka. Qalğaç markalı sopun paraşütü vətən erkin çıxırdı. Vay neminang? Kırnan. Qalğaç markalı sopun paraşütü. Ben Dilkan Xalqaro so'z cheklash shirkati tajdorligini olgan Ota arzusi filmidagi Tulat direktor. Dilkan sizlarga nima tayyorlagandi? O zodi nimidi? O zodi nima tayyorlagandi? Diqqatingiz ekranda bo'lsin. Çayışta oturalım. Siz sözle abi. Ya siz devran. Ya siz sözle. Hamdi. Mujunda qilsak, vallahi meni sat ko'rib qolam ya. Alimka, qararingizdan endingizmi? Yo'q, Hamdi. Deyman ha. Alimka, meningcha balalaringizning kallasi bo'lsa, ular sizning nima ish qilishingda qilganligingizni cho'qim tushunib yetalaydi. Tushunib yetadi ha? Men cho'qim tushunib yetalaydi. Meningcha tushunalaydi. Alimka, amsa telefon qilaymi? Qila. Ams qildim ha? Qilmay turamsiz ya. Alimka, bu ishda yanada o'zingiz cho'qim bir qaror chiqamsangiz bo'lmaydi. Qilaymi, qilmaymi? Qila. Yaşımsız. Yaxshimisiz? Yaxshimsiz. Ha. Men advokatlik o'rnidan Akbar. Dadam meni Nima? arziymi? Chaqchaq qilmayotgansiz? Ay, bu Davotsiz Qaysar aka. Qaqam sizga arz qilibdimi? Mumkin emas. Chaqchaq qilmang. Shoqim xato qilgan. Dadam sarangib qoldimi o ya? Nima bo'pti? Uyda bir ish chiqibdimi? Dadam bizni vafosizlik qildi deb sudga ariz sunmoqchi. Nima? Men beriblik edi. ay Jasur.
Vafosizlik qarznoma. Nima bo'ldi? O'zi bir ish bo'ptimi? Yo'qay, shu ozroq ishim chiqib qolgandi. Men Aliyaga tablab qo'ydim. Ish bo'lsa Aliya qilashtirgan bo'ldi. Ruxsat bergan bo'lsangiz. Ha, bo'ldi. Siz xotirjam bo'lib ishingizni qilavering. Ma'qul. Boshqa bir ish bo'lmaganda? Yo'q. Chiroyingiz bir qismlam. Yo'q. Undaq bo'lsa men tushdan keyin ulgurib qaytib kelma direktor. Mayli, ishingizni qilavering. Xislatdan telefon kelibdi. To'g'ri qildingiz olimga. Bugun eng yaxshisi uyga qaytmang. Telefoningizni etyapman. Sirtlan aylanib, do'stlaringiz bilan ko'rishib, kechrak uyga qaytsangizmi bo'ladi. Ma'qul. Nagim boramading. Men aralashadiganlarning hammasi shu bozordagi tijoratchi bolalar. Ular hozir aldirash. Hammasi olimga choyxonaga berib, choy ichib kelsangiz bo'g'idek. Odatda damilish kunlarda bir ish o'rinlashtirmadingizmi? Unda ishlarni o'ylashmabdi ekanman. Men shu do'konni ichib, vaqt-vaqtida tamoq yeb, "Vallah, mangdinglarmi?" deb, "Kes keldinglarmi?" deb shularning xo'shaligi bilan o'tgan odam emasman. Avval bilan ko'rishmang. Balkim bugun ularning qattiq achchiq kelgan bo'lishi mumkin. Chuqur sizga qattiq tegadi. Ularning maydonda turib aytganda bu ish xuddi ular ochiq havoda chaqmoq chaqandek to'yildi-da. To'g'ri deysiz. Shuncha ishonchli dadis tarafidan arz qilingandan keyin oshda bo'ldi-da. Mashina qilishni qaror qilgan ekansiz. Qattiqroq turing. Hargiz bag'ri yumshoqlik qilmang. Mening teginimdek qilsangizlar bo'ladi olimga. Ma'qul ukam, men ashunga tirishay. Sizni bak avar qildim. Rahmat. Yaqay, nima avarchilik bo'ladi olimga? O'ynagan o'yinimizning muvaffaqiyatli bo'lishini umid qilaman. Rahmat ukam. Ma'qul. Amisi ben may. Mamsiz? Birden oturup mamay? Ha, yine oturdu. Bağlılar kazansa. Bağlı koşalım. Cesur, mağdum ya? Yo'q, men hozir uyga bordim. Uyda ko'rishaylik. Dadam telefon qilsa telefon etibga. Men telefon qilsam dadam uyda yo'q deydi. Dadam bizni qasddan qeshyotgandi ya. Ma'qul. Endi sen borgan deyshaydi, ma'qul. Hay. Acha, kelma. Ay bu dadamning zot nima qilgani? Shunday men nima ish arz qildi bizni? Shuni degina. Jurayman so'rab boqamiz. Acha. Hada keldinglarmi? Dadamning bizni nima sababni arz qilgandi bildingmi? Bilmedim, şu bilmegach ochiqdan yeyilib ketaylik deb qoldim hozir. Acha, sen xatolab qoldingmi ya? Menda 200 ming so'rabda 200 ming men jigim qo'yim bo'lmasa hozir. Menda 280 ming. Sen az gap qila. Akasini qancha pulga? Nima qancha pulga? Bu 360 mingga. Deganing bilan meditsinani o'qishdan qashында yuqori. 8 yil o'qish puli, praktik pulni qo'shib bir oy vaqt yaxshi. Bizning hozir buni hisoblaydigan vaqtimiz emas. Rostlaysa, buni hisoblaydigan vaqtimiz emas. Oldidan-chi dadimizdan bizga nemish qilishdan muomala qilganligini, nemish qilsa arz qilganligini so'rab boqaylik. Juringlar. Fariza?
sen bir demiş kızlar. Sizlarcu, sizlar bir demiş kızlar. İşlemedinglarmi? Dadamcu, chiqetgan. Ne bo'ldi? Ne ketdi? Açılalım ne ketdi? Voy chiqetgan, men do'kon qarab tur deganda, shuni qarab turdim. Ne bo'ldi? Bir ish bo'ldimi? Tazim bir ish bo'ldi-da. Hay, Qaysar, sen berib dadamni bozordan izlab boqqin. Balkim shu yerda bo'lishi mumkin. Ma'qul. Men hammomga kirib chiqay. Balkim hammomga bir narsa degan bo'lishi mumkin. Ma'qul. Hay, bir ish bo'ldimi? Voy, mana. Oy. Voy, ha. Amma, dadam nereye gitti? Dadamın nereye gittiğini ben bilmem. Amma, yordam qilib tepagina. Pek ciddi ish botdi. İşləvatqa adam yüklep kelginin qaraganda toza ciddi iş o'xshaydi. Dadam o... Voy, go'chini... Voyjon! Voy, dadam bizni arzi qilibdi, amma. Ha? Hayatning o'zi bir san'at. Vaqt bir o'lcham. Cheklik hayot cheksiz tanlashlar jamgoyi. Aşo cheksizliklar ichida huzur tuyg'usida atganchini tanlashning o'zi bir huzur. Huzur ham quvvatning mujassimi, huzur tuyg'usida atganchini. Ayollar gölge o'xshaydi. Ayollar o'zini tutishni, o'zini asrashni bilishi kerak. Tokilik, to'rliq, paxtalik, bambuk talaliq deb 4 cho'ng turga bo'lib ishlab chiqarilgan. Suvsinish iqtidori alohida yuqori. Hayron qolmang. Yo'lim qog'ozlari. Qalğaç markalı sopun paraşuti. Vətib hər gün çıxırırsın. Vay neminə? Qırnan. Qalğaç markalı sopun paraşuti. Minnettar bol körgen her bir günündün, rencişler dilindin, tapalmasın cay. Cilger gülnüm tikini birge, güzel dur yüzüde dal bulsun o ay. Cilger gülnüm tikini birge, güzel dur yüzüne dal bulsun o ay. Kısmetler hemmigen okşaşta kiyin, özgermez hakikat hayat ve hamut. Kalbinde memnunluk bulsun barışıya, hiç kimge itibar kılmadan hayat. Kısmetler hemmigen o'xshashla qiyin, hech kimga e'tibor qilmagan hayot. Qanoat baxtdir, baxt qanoat. Esingdan ketmasin shu oddiy savol. Kısmetler hemmigen o'xshashda qiyin, o'zgarmas haqiqat hayot
Sürətlər həmmigə oxşaşla qiyin Heç kimgə itibar qılmağan hayat Qanaət bəxtdur, bəxt qanaət Esingdən ketməsin şu adli sabah Esingdən ketməsin şu adli sabah